PSG Chempionlar Ligasi finalida penaltilarda Arsenalni mag'lub etdi. Budapeshtdagi Pushkash arenada bo'lib o'tgan finalda Parij klubi Arsenal ustidan 4-3 hisobida g'alaba qozonib, ketma-ket ikkinchi bor Chempionlar Ligasi g'olibiga aylandi. O'yinning 6-daqiqasida Arsenal hisobni ochdi, ammo 65-daqiqada Xvicha jarima maydonida penalti ishladi. Uni Usmon Dembele golga aylantirdi. Asosiy vaqtlar 1-1 hisobi bilan yakunlangach, g'alaba penaltilar seriyasida aniqlanadigan bo'ldi. PSG finalda 75% to'p nazoratini ushlab turgan bo'lsa, Arsenalning mustahkam himoyasi jiddiy qarshilik ko'rsatdi. Hal qiluvchi zarbani Gabriel noaniq yo'llab, Parij klubining navbatdagi g'alabasiga zamin yaratdi. Murabbiy Luis Enrique esa Chempionlar Ligasi tarixida 3 marta g'olib chiqqan 5-murabbiyga aylandi. Endi Parij klubining asosiy maqsadi Real Madridning rekordini takrorlash. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Parij klubi ushbu rekordni takrorlay oladimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va anhor uzini kuzatishda davom eting.